Hurmatli obunachilar, Mexanzatordan 3 sutiylik tayyor kottejimiz chiqyapti. Kottejimiz egalari o'zi uchun ta'mirlagan, bugungi kunga Toshkent ko'chatilgani sababli sotilyapti. Qani birgalikda ko'ramiz. Kottejimizga domofonlar o'rnatilgan. Qani ichkarini ham ko'ramiz. Ichkari old fasadlari, o'ng tarafimizga sanuzel, zilyon zonasi ham akkuratligina, hozir mana zamonaviy usulga qilib qo'yilgan. Tepasini ham ahamiyat berasizlar, alka borimda qilib qo'yilgan. Bunday tunkafon emas. Yaxshi narsalar ishlatilgan. Ko'p kishi savol beradi, gaz o'tganmi, suv o'tganmi? Kottejimiz markazga joylashgan, svit, gaz hammasi avtomatizirованный qilib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek, kottejimiz 3 sutiga joylashgan. 6 xonadan iborat, barcha jihozlari bilan savdo qilib qo'ydik. Hatto tapchani ham berib yuboradilar. Mashina uy joyida arz bo'lsa ham hisoblab bersa bo'ladi. Qani ichkarilarini ko'ramiz. Bismillah. Kirish eshigimiz. Kirganimizda odamning o'zi nasrinasi ko'tarib ketadi. Akkuratli qilib qo'yilgan. Gilamlar ham sifatli qo'yilgan. Xo'p, o'ng tarafimizga katta zal. Ko'rib turgan jihozlarimiz hammasi qoladi. Remontlari ham avtomatik qilib qo'yilgan, hammasi chiroyli qilib, o'zi uchun qilingan. Lesensan tayyor garderobchilar qilib qo'yilgan. Shkaflar ham o'rnatib qo'yilgan. Oshxonamiz. Oshxonamizda ham mebellar ham krashini akkurat qilib qo'yilgan. Ko'rib turgan jihozlaringiz hammasi qoladi. Kirmochlarcha o'rnatib qo'yilgan. Xullas karam, shunday kiyimiz bilan kelasiz, yashab ketaverasiz. Neoklassik usulga qilingan ekan. Bu hojatxonamiz. Spalni, o'zini sanuzel bilan radiatorlik spalni. Vannasi ham bor ekan. Hovlimiz qismi, hovlichasi ham akkuratni, tapchaga ham joy bor ekan, letniy kuxnya ham qo'yib qo'yilgan. To'liq tushiramiz letniy kuxnya. Suti ham yaxshida, 3 suti. Mana ular qanday chiroyli qilib qo'yganlar. Akkuratligina. Xo'p, endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavatda zinalar ham ahamiyat bersanglar, akkuratligina, приятно chashgan. Turganimizga mana shunday koridorda nima qilgan, holda qilib qo'yilgan, ajoyib lyustralar ilib qo'yilgan. Bismillah. Детский komnata. Shkaflari hammasi tayyor, mana mebellar, jihozlarni, dash kompyuter stoliklari ham bor ekan. Katta детский xona. Remontlarni ahamiyat bersanglar, hammasi avtomatik qilib qo'yilgan. Har bir xonaga remontlarni har xilcha qilib qo'yilganda, bir xil emas. Tepadak hojatxonasi. Bitta radiatorlik spalni. Radiatorlik spalni degani ichi o'zini sanuzeli bo'ladi. Buni ko'rib turganlaringda o'zi beqiyos pastdagi remontga nisbatan boshqacha qilingan. Sifatli mebellar ham ishlatilgan. O'zini sanuzeli bilan. Tanlaguncha asosiy o'nalarimizga, ayollarimizga yoqish kerak. Bu esa kottejimiz ortiqcha narsa qilinmagan, hammasi idealniy, akkuratniy, remontlar ham sifatli narsalar ishlatilgan. Hattoki Wi-Fi-larcha o'rnatib qo'yilgan, domofon uy ichida kim keldi, kim ketdi ko'rib turaverasiz. Narxini kelayotgan bo'lsa, 140 ming so'rayotgan joyga 120 ming savdo qilib qo'ydik. Jihozlari bilan real notga real qilib pastaki bilan aloqa qilaverasizlar.